Baxtli hayotdan bitta 3 xonalik uy misoliga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Samarqand shahar Titova ko'chasi Brilliant City'ning orqasida Baxtli hayot mahallasidan 3 xonalik uy misoliga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Ya'ni kirish qismimiz katta prixorjiya bo'lyapti. Chiroyli mana shu yerda oyna qilingan. Bu yerda prixorjiya shkaf qilingan. Xonalar alohida, ya'ni alohida bolalar xonasi, alohida kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Remontlar yaxshi. Isitish tizimlari двухконтурный котел, radiator qilingan. Skvoznoy planirovka, bu yer родительский spalni, kravatlar, shkaflar hammasi mavjud. Sanuzellari ham alohida. Akkuratniki. Bu yerda vannalik, kirish mashinasi ham bor. Chiroyli aboylar qilingan, Wi-Fi'largacha ham bor. Alohida kattagina oshxonamiz. Xolodilnik, barcha texnikalar mavjud. Bu yerda esa mehmonxonasi ham juda ham kattagina, keng televizor, mexki uголокlar va konteynerlar mavjud. Titova ko'chasi Brilliant City'ning orqasida Baxtli hayotdan kimda-kim 3 xonalik birinchi qavatdan plus podvali bilan izlayotgan bo'lsa, srочно bizga aloqaga chiqinglar. 64 kvadrat umumiy maydoni, narxi 67 ming dollar so'rayapti, tayyor remont bilan. Shundoq kirasiz, yashaysiz. Kimga agar qiziq bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. E'tiborchi rahmat, xayr salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib esdan chiqmasin.